Bu yuqorida ko'rganingiz teneroz kasalligi yoki xalq tili bilan aytganda tentak, galdirbosh turli xil nomlari bor. Bu bilan asosan yosh hayvonlar kasallanadi. Buni sababchisi o'sha xonaki itlar va mushuklar hisoblanadi. Itlar ichagida yashovchi multipus itlar axlati orqali o'sha o'tlarga yoki hayvonlar ichadigan suvlarga tushadi. Zararlangan o'tni yoki suvni iste'mol qilgan hayvonni oshqozoniga, ichaklariga tushgan lichinkalar tezlik bilan kapillyarlar orqali qon tomirlariga so'riladi. Qon tomirlari orqali bosh miyaga yetib boradi va u yerda pufak hosil qiladi va quyidagi holat kelib chiqadi. Buni qanday oldini olamiz? Xo'jaligimizdagi itlarni bog'lab qo'yamiz. Ularni gelmensizlantirib 2-3 kun davomida axlatini yig'ib olib, uni yoqib yuborishimiz kerak. Xo'jalikdagi itlarni iloji boricha har 2 oyda gelmensizlantirib tursangiz, sizni xo'jaligingizda seneroz kasalligi deyarli uchramaydi. Shu paytgacha seneroz kasalligini fanda hech qanday davosi yo'q deb kelmoqda, lekin kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimda xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoling. Men sizga buni qanday davolash yo'llarini o'rgatishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying, kanalimizga a'zo bo'ling. Bundan-da qiziq videolarni kanalimizda yoritib boramiz.